Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bugun sizlar bilan juda bir qiziq bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Belaruslik mashhur mutaxassis Anatoliy Yurevich ko'p yillik sukutdan so'ng intervyu berdi va muhim fikrlarini ochiq aytdi. Bu suhbatdan asosiy e'tibor O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi va Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanovga qaratildi. Yurevich Husanovni 16 yoshdan biladi va uning rivojlanishida shaxsan ishtirok etgan. Uning aytishicha, Husanovda boshqalarda kam uchraydigan ikki muhim sifat bor. Birinchi sifat kuchli xarakter, ya'ni qiyinchilikdan qo'rqmaslik, doim oldinga intilish va o'z ustida ishlash. Ikkinchi sifat esa o'rganish qobiliyati. Yurevichning ta'kidlashicha, Husanov yangi bilim va ko'rsatmalarni juda tez qabul qiladi va amalda qo'llaydi. Aynan shu ikki jihat uning dunyo darajasiga olib chiqqan. Shu bilan birga, Yurevich belaruslik futbolchilar haqida ham ochiq fikr bildirdi. Uning aytishicha, ularda iqtidor yetarli, ammo mehnatsevarlik va motivatsiya kam. Ko'p futbolchilarda katta maqsad yo'q. Mashg'ulotlarga bo'lgan munosabat esa havaskor darajada qolmoqda. Eng qizig'i, Husanovning katta futbolga yo'li aynan Belarusda boshlangan. U 2022-yilda 16 yoshida Minskning Energetik klubiga o'tdi va shu yerda tez o'sishni boshladi. 2023-yilda u Fransiyaning Lens klubiga ko'chdi. Oradan ko'p o'tmay 2025-yilda Manchester City uni 40 million yevro evaziga sotib oldi. Bu esa O'zbekiston futboli tarixidagi eng katta transferga aylandi. Hozirgi kunda Husanovning qiymati 50 million yevro atrofida baholanmoqda. Xulosa shuki, faqat iqtidor yetarli emas, katta futbolchi bo'lish uchun kuchli xarakter, mehnat va intizom kerak. Abduqodir Husanov esa buning yaqqol namunasi. Siz qanday fikrdasiz? Husanov yana qaysi darajaga yetishi mumkin? Izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang.